Assalomu alaykum hurmatli Manyus kuzatib boruvchilari. Bugun 7-may chorshanba kuni va biz dunyoda bo'layotgan voqealarga munosabat berishda davom etamiz. Kayfiyat biroz yaxshi emas. Buni video davomida sizlarga tushuntiraman sababini. Musulmonlarga qarshi qandaydir kampaniya boshlanganga o'xshayapti dunyoda. Shuning uchun biroz kayfiyat yaxshi emas. Yangiliklarni o'qigan sari odamni kayfiyati tushib ketadigan bo'lib qolyapti. Pokiston, Hindiston mavzusiga kirishdan oldin biroz shu musulmonlarni nima sababdan bu darajaga tushib qolishi haqida o'ylashingizni so'rab qolardim. Nimaga bunday bo'ldi? Islom dini bu tinchlik dini bo'lsa, lekin nimaga musulmonlarga yov qarash kuchayib ketyapti? Mana shu savol meni juda o'ylantirib qo'yapti, to'g'risi. Mana G'azo masalasi o'tgan yilni 7-oktyabrida, 23-yilni 7-oktyabrida o'tgan yil debman. Arzimagan bir bahona bilan qandaydir hujum qilishdi va shu bilan 19 oydan beri G'azoda tinchlik yo'q. Qatlom davom etyapti. Kashmirda noma'lum sabablar bilan noma'lum odamlar sayyohlarga hujum qilyapti va shuni bahonasida urush boshlanib ketyapti. Bir tergov yo'q. Va meni kayfiyatimni tushirgan narsa, G'azoda 2 million musulmon borligini bilib va u yerda har kuni bombardimon bo'layotganga jim qarab turgan islom dunyosi va boshqa din vakillari qaysiki insoniyatni qirilib ketishiga jim qarab tura olmaydigan davlatlar Hindistondagi ishlarga ham jim qarab turarmikin? Chunki G'azoda jim qarab turishibdi-da. Faqat bir ikkita bayonotlar berishyapti xolos. Yaxshi ish bo'lmayapti, yaxshi ish bo'lmayapti deyishdan nariga o'tisha olmayapti. Eng alam qilarlisi islom dunyosining yarmi qatlomchilar tomonida turgani. Mana nima uchun kayfiyat tushib ketyapti. Hindiston 1 milliard 400 milliondan oshiq aholisi bor. Hindistonda musulmon aholi ham bor, musulmonlar ham bor. 280 milliondan ortiq musulmon yashaydi u yerda. Pokistonni musulmon deymiz-u, lekin aholisi 240 milliondan oshiq. 241,5 million deylik. Ya'ni Hindistondagi musulmonlar Pokistondagi musulmonlardan ko'p. Ya'ni Pokistonning aholisidan ko'p. Agar Indoneziyani eng katta islom davlati deydigan bo'lsak, Indoneziyani aholisi qancha? Bir 260-270 million desak. Indoneziyadan ham ko'p Hindistonni musulmon aholisi. Va Hindistonni boshiga kelgan Narendra Modi Hindu, musulmonni yoqtirmaydigan chiqdi-da. Musulmonlarga qarshi ko'zini pirpiratmasdan qatlom qilishi mumkin. Va mana shu narsaga islom dunyosi jim qarab turishi kayfiyatni buzadi. Oldin bir tekshirish yo'q. Pokiston tomon sayyohlarga o'q otdi.
endi qasdimizni olamiz deb kirib ketyapti. To'xta, oldin bir tekshirish yo'qda, bir tekshiraylik. Aniqlashtiraylik buni kimligini. Deyish yo'q. Hujumga o'tyapti. Raketalar bilan hujum qilyapti. Masjidlarni portlatishyapti. Kechagi kungi raketalar hujumida tunda bitta yosh bola, bitta ayol, bitta qariya o'libdi. Umumiy hisobda bir 8 kishi o'lgan, bir 35 dan ortiq yarador bor. Harbiy samolyotlar bilan hujum qilishgan. Endi 5 tasini Pokiston armiyasi urib tushirgan. 3 tasi Rafale, bittasi MiG-29, bittasi Su-30. Mana shu 5 ta. Endi esingizda bo'lsa, Misr Xitoy bilan hamkorlik qilayotganda JF Xitoyni qiruvchi samolyoti, harbiy samolyoti aylandi O'rta Sharqni deb gapirgan edik. O'sha paytda Pokiston Xitoyning JF-17 samolyoti bilan Hindiston samolyotlarini urib tushirgan. O'sha MiG-29, Su-30, Fransiyani Rafale samolyotini, harbiy samolyotini. MiG bilan Su Rossiyaniki. Mana. Kashmirdagi vaziyat juda olovli, qaynoq. Har kuni otishma, ikkala tomondan ham. Har kuni otishma. Endi hozir Hindiston tarafdan bir 7 ta askar o'lgan, 40 ga yaqin yarador bo'lgan. Pokiston bunaqa urushda qo'li baland kelayotgani ko'rinib turibdi. Havo mudofaasida Pokiston kuchli ekan. Hozircha shu ko'rinyapti. Lekin Isroil, Amerika, yana kim? Rossiya, mana kecha Rossiya ham Hindiston tomonida dedik. Mana shu uchala davlatni orqasiga olgan Hindiston mensimayapti. Men buna paytda Hindistonga emas, bironta musulmonga zulm qilindimi qaysidir davlatda? Butun islom dunyosi o'sha davlatga boykot e'lon qilishini istardim. Urush emas, shunchaki boykot. Dars berib qo'yish kerakligi uchun. Islom mana shunday himoya qilinadi. Urushish shart emas. Shunchaki men sen bilan oldi berdi qilmayman. Bo'ldi, men sen bilan oldi berdi qilmayman. Mana shu gapni ayta olish kerak. Lekin deb bo'lmayapti-da. Tomoshabin bo'lib turibmiz-da. Kayfiyat shuning uchun biroz yo'q. Vaholanki hadis bor. Bir yomon ishni ko'rsang, qo'ling bilan qaytar. Qo'ling bilan qaytara olmasang, tiling bilan yomonligini ayt, tushuntir. Shunga ham qodir bo'lmasang, dilingda shu ish noto'g'ri bo'ldi deb gapirib tur. Bizim musulmonlar, umuman islom dunyosi go'yoki shu dilida noto'g'ri bo'lyapti-da shu ish deb ayta oladigan darajaga tushib qoldi-da. Bu iymonning zaifligi-ku. O'zi umuman bir musulmon dunyosi, musulmonman degan har qanday inson bir iymon darajasini tekshirib ko'rish kerakmikin? Boykot masalasi kun tartibida. Shuni bir ko'rib chiqish kerak.
Ben fakat O'zbekistonga emas ko'rdim, bir 20 tacha davlatdan ko'rishyapti. Shular gapirishi mumkin. Va buni elchixonalar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Fikrimni aytyapman. Noto'g'ri ish qilyapsizlar. Jurnalistman va noto'g'ri ishni gapira olaman. Qo'lim bilan qaytara olmayman, lekin tilim bor, gapiraman. Hindiston noto'g'ri ish qilyapti. Rivojlanish sari umuman taraqqiyot oldi berdi ishlari bor. Mana shularni bir o'ylab turib ish qilish kerak edi, orqa oldini o'ylamasdan. Hujum qildi, tamom, Pokiston aybdor. Haqiqatan bilasan Pokiston aybdorligini. Tekshiruv o'tkazilmadi-yu. Kashmirdagi voqea endi suvlarga o'tib ketdi. Narendra Modi chiqib, endi necha yillardan beri suv Pokistonga oqardi, endi Hindistonga oqadi deb gapiryapti. Ha, bu orqasini o'ylamay gapirishda, bu kelajakni o'ylamay gapirish. Xitoy Pokiston tarafda turibdi-yu. Bugun Hindistondan oqadigan suv Pokistonga to'silsa, ertaga Tibetdan oqadigan suv Hindistonga to'silmaydimi? Mana shu taraflarni o'ylash kerak edi. Pokiston bilan Xitoy yaxshi munosabatda. Mana Ozarbayjon ham kechagi kundan boshlab Pokiston tarafga o'tdi. O'zi umuman Turkiy davlatlar nima sababdan Pokiston tarafga o'tadi? Bilmaganlar uchun fikrimni aytaman. Bilganlarga gap yo'q, bilmaganlar uchun. Hindiston oldin Pokiston Hindiston yo'q edi. Bitta edi. Shu Amir Temur, undan keyin Bobur, bular Hindistonga hujum qilgan, borgan, musulmonlashtirgan aholini. Islomni olib kirgan u yerga. Tarixda bor. Bobur o'zini armiyasi bilan, imperiya deymizmi, armiyasi bilan bostirib borib, kirib, bu yerni islomlashtirgan. Ya'ni Turkiylarni nima deydi? Ta'siri bor u yerda. O'shaning uchun Turkiy dunyo Pokistonni yonida turadi. Biz bularni musulmon qildik. Endi bular musulmon bo'lgani uchun hindulardan jazo olish kerak emas degan mantiq bilan Turkiylar Pokiston tarafda turadi. Lekin chigal vaziyat bor siyosatda. Yani faqat milliy, diniy narsalar bo'lmaydi. Manfaat degan narsalar bor. Agar Rossiya Hindiston tomonda turadigan bo'lsa, Markaziy Osiyo kim tarafda turadi degan masala bor. Mana shu taraflar bor. Agar Hindiston qatlomni boshlab qo'ysa musulmonga qarshi nima bo'ladi? Dunyo tarixida eng katta musulmon qatlomi adashmasam Ruandada bo'lgan. 1 millionga yaqin odam o'lgan. O'ldirilgan. Xitoyda emas, Isroilda emas. Ya'ni Falastinda emas. Ruandada. Qanday bo'ladi endi bu? 280 millionni o'ldirsa ham jim qarab turarmikin? Degan savollar odamni qiynayapti. Chunki G'azoda qatlon bo'lyapti. 1,5 yildan beri jim qarab turibmiz u. Men islom dunyosini aytyapman. Hindistonda ham bo'lsa nima bo'larkin degan savol qiynayapti. Aynan Putin bilan gaplashgandan keyin telefonda
Modi 4 soat o'tib keyin raketalar bilan hujumni boshladi. Mana shu tomonlar odamni qiynaydi. Nimani gaplashdi ular deb. Borolmayman, uzr, sal qo'rqyapman debmi? Endi hozir qo'rquv bor rostdan ham. Rossiyada endi xalqida biroz qo'rquv paydo bo'ldi. Rossiyadagi tanishlarga chiqyapman. Moskva qanday? U yerdagi boylar sekin chekka viloyatlarga, dachalariga yangi uylar qurishni boshlashibdi. Sal tinchsin, keyin boramiz deb. Sevastopolda 9-may bayrami o'tkazmaydigan bo'ldi. Xavotir. Ba'zi Ukrainaga yaqin shaharlarda, Rossiyaning shaharlarida bekor qilindi. Moskvaning atrofidagi 4 ta aeroportda xavfsizlik kuchaytirildi. Umuman Rossiyada 9 ta aeroportda xavfsizlik kuchaytirilib, uchish reyslari kamaytirildi. Mana sizga qo'rquvni sekin boshlanishi. Shu paytgacha Rossiyaning xalqi bemalol ishiga borib kelib yurardi. Urushnincha o'ylamay, kechqurun kim bilan aroq ichaman, ertaga kim bilan pivo ichaman deb. Lekin endi unaqa bo'lmayapti. Zelenskiy nafas oldirmayapti. Mana senga bayram degandek. Endi 9-bayram 9-bayram debman. 9-may g'alaba bayrami faqat Rossiyada bo'layotgani yo'q. Angliyada ham bo'ldi. 1 million odam ishtirok etdi. Bosh vazir Starmer qatnashdi. Amerikada bo'layapti. Ko'p davlatlarda bo'layapti. Gap faqat 9-mayda emas. Putinni xursandchilik kunida zarar yetkazish. Maqsad shu. Xursand bo'lmasin. Biz bu yerda yig'layapmizmi, u yerda xursand bo'lmasin, deyapti. Kecha 534 ta dron uçurdu Rossiya tarafga. Bugundan boshlab Ukraina qarshi hujumga o'tadi desam, izoh yozyapsizlar. Hayf sizga. Siz Rossiyani yaxshi bilmas ekansiz deb. Xo'p, yaxshi bilmasman. Bilsam nima, bilmasam nima? Kuzatib borib, yangiliklardan sizlarga yetkazib beryapman. 2-3 kun oldin aytdim. Bugundan boshlab Ukraina Rossiyaga hujumni boshlaydi. Va sizlar bilan guvoh bo'lyapmiz hujumlarni. To'g'ri gapiribman demayapman. Shunchaki nima bo'layotganini har kun gapirib beryapman sizlarga. Endi bunday bo'ladi. Endi bunday bo'ladi. Chunki shunaqa yozishyapti. 20 ta 30 ta yangiliklar o'qilyapti. 20 ta 30 ta yangilik bitta kanaldan emas, bitta saytdan yoki bitta Telegram kanaldan emas. Har xil kanallarni o'qiyapman. Xulosa qilib endi shunaqa bo'lar ekan deb gapirib beryapman. Bu Rossiyaga qarshi, Ukrainaga qarshi, G'arbga qarshi degan narsa yo'q. Sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Gapirib berish kerak endi. Dunyoda shunaqa bo'lyapti deb. Lekin Hindiston, Pokiston masalasida e'tiqodim nuqtai nazaridan ozgina musulmonlarga yon bosyapman. Buni tan olaman. Tan olaman buni. Xudoga shukr musulmonman. Va qayerdadir musulmonga zulm bo'lsa, u G'azoda bo'ladimi, Kashmirda bo'ladimi? Gapiraman-da endi buni. Tarafkashlik deysizmi? Boshqasimi endi mayli. Shunaqa bo'lyapti.
3 millionta yiliga dron ishlab chiqarishni boshladi deb gapirganimizga ham ancha bo'ldi. Ukraina yiliga 3 million dron. Hali 9-may uchun maxsus dronlar tayyor turibdi, yozib qo'yishibdi. 9-may yubiley muborak Putin deb yozishibdi, inglizchalab yozishgan. Nimani bildiradi bu? Endi to'g'ri, Ukraina dron sanoatida kuchayibdi, buni bildiradi. Turkiyadan Bayraktar olmay qo'ygan. Boshida olardi, hozir olmaydi. O'zi yaratyapti. Raketalarni ham o'zi ishlab chiqaryapti. Hatto uchish masofasini 2 baravarga kuchaytirdi. Umuman olganda mana shu urush Sharqiy Yevropada ikkita kuchli harbiy tomonidan kuchli davlatni yaratib qo'ydi. Endi kuchli davlat demaylik-ku, ikkita davlatni kuchaytirib qo'ydi. Biri Ukraina, biri Polsha. Polsha haqida gapirgandik. Umuman Yevropa Ukrainadagi 3 ta front hosil qilyapti. Bittasi o'sha Finlandiya taraflar, Boltiq bo'yi davlatlari. Bittasi Ukraina, o'rtadan Polsha, mana misol. Polsha. Bittasi pastroqda. Balki Ruminiya bo'lishi mumkin, Bolgariya bo'lishi mumkin, mana shu taraflar. 3 ta front yaratyapti. Asosan Polshaga e'tibor qaratyapti. Kelyapti harbiy yordamlar. Yordamlar demaylik, hali Polsha bilan urush bo'lgani yo'q. Lekin texnikalar kelib yotibdi-da Polshaga. Zaxira qilyapti. Bilishyapti, Ukraina baribir taslim bo'lishi bilan urush tugamasligini. Bilishyapti. Va Putin qancha jim turgan sari atayin hujumga o'tayotgan, ertaga Putinni jahli chiqishi mumkin. Areshkini ishga solishi mumkin. Aytdi ham. 9-mayni eson-omon o'tkazib olaylik deb. Mana hozir ko'plab davlatlar uchib boryapti. 3 kunlik rasmiy tashrif bilan. Serbiyaniki bir bormayman yo boraman deb turuvdi, bormaydi degan xabar chiqdi. Keyin boraman degan xabar chiqdi. Latviya bilan Litva samolyotni o'tkazmabdi Serbiyanikini. Orqaga qaytaribdi. Keyin Ozarbayjon orqali boribdi. Vučić. Slovakiyaniki uchmasdan turib xabar berishgan, o'tkazmaymiz deb. Ya'ni u yerga borishiga yo'l qo'yishmayapti. Havoni to'sib qo'yishyapti, osmonni. Bizdan bormaysan. Bormaylar. Agar qo'lida bo'lganda shu yo'lini to'sib olardi-da. Tavba. Shunchalik nafrat kuchli. Rossiyaga nisbatan. Axborot urushi shunaqa. Nafratni hammani ongiga singdirib qo'yadi. G'arb matbuotiga qarasangiz, bir 10 yil g'arb matbuotini o'qib, faqat o'shani kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, Putin siz uchun itdan ham yomon odamda. Agar g'arb matbuotini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz. Agar Rossiya matbuotini kuzatib kelsangiz, Zelenskiy xuddi shunday, itdan battar, iflos, yomon odam. Agar Rossiya matbuotini kuzatib kelayotgan bo'lsangiz. Ya'ni bu axborot urushi, axborotni onga ta'siri, miyaga ta'siri shunaqa. Ong shuni egallandimi? Tamom. Men o 1 yil oldin bir gapirgandim. Mana
Saudiya Arabistoni Isroilga yordam beryapti. Shu haj masalasini bir ko'rib chiqaylik. Umraga boramiz-ku. Biz odamlar umraga boraveradi, har kun boraveradi. Ha desa haj, hoji bo'lib keldim deb. Vaholanki islomda yozib qo'yibdi. Haj oyi bor o'zi. Zulhijjani 10-kuni haj bo'ladi. Arofatga chiqiladi. Mana shu haj. Qolganlar haj emas. O'tmaydi. Lekin shunday qilib ongimizga singdirishganki, bu ham haj. Endi biz pulimizni olib borib o'sha yerga sarflab kelamiz. Millionlab dollarlar pul oqadi Saudiyaga. Saudiya esa bemalol G'azoni bombardimon qilayotgan Isroil bilan choyxonada maishat qilib o'tiradi. O'sha haj oyida boraylik, qolganini boykot qilaylik. Dars bo'lsin. Biror yil, 1-2 yil shunaqa qilaylik-da. Desam, shunaqa hujumlar bo'ldi. O kofirga chiqarib yuborishdi. Sen musulmon emassan deb yuborishdi. Umar Hayyomi gapini esladim. O'zini dono bilgan u 3-4 nodon eshak tabiatini qilur namoyon. Ularga qo'shilib, sen ham eshak bo'l, bo'lmasa kofir deb qilishar e'lon. Xuddi shunday bo'ldi. Men tushuntirib yotibman. Saudiya Arabistoni Isroil bilan, Amerika bilan birga, u Isroil bilan Amerika G'azoni dindoshimizni portlatib qatlom qilyapti. Ozgina shuna qilsak, zora Saudiya Arabistoni ko'zi ochilsa deb qo'yganimga kofirga chiqib ketdim. Mayli endi u Xudo bor va kimni qalbida nima borligini u ko'rib turibdi. Gaplar hech narsa emas. Qalblar muhim. Namozda o'tirib, qalbingiz dunyoda bo'lsa, u muhim emas. Bu ham yozilgan. O'shaning uchun a'molimiz bilan so'ralamiz u yerga borganda biz jurnalistlar gapirayotgan gapimizga va uni nima uchun shunaqa deyotganimizni bilib turibdi baribir tepada. Har bir gapimizni bilib turibdi. Bugun men gapiryapman. Kashmirdagi musulmonlarga zulm bo'lyapti Hindistonda. Shu yarim soatga borib qoldi. Bugungi mavzu Ukraina va Hindiston Pokiston edi. Ukraina, Rossiya va Hindiston Pokiston. Hozircha shu o'rtoqlar kuzatib borayotganingiz uchun rahmat. Ajoyib fikrlar beryapsizlar. Alohida rahmat. Rostdan chiroyli fikrlar beryapsizlar. Bu paxta emas. Odam bir fikrni tan oladi. Gap yo'q deydi. Zo'r fikrlaring uchun rahmat. Like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Yaqinlaringizga uzating. Yana fikrlar qoldiring. Ularni o'qib, men rivojlanyapman. Rostdan rivojlanyapman. Ertaga Xudo xolasa ko'rishguncha deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Mabodo orangizda kimnidir yaqini kasal bo'layotgan bo'lsa, kasalxonada yotayotgan bo'lsa, Xudo shifoyi komil bersin. Mabodo hozir tug'ilgan kun nishonlagan bo'lsangiz, happy birthday. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.